Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Minecraftda qaytib keladigan super chaqmoqli nayza yasashni o'rgataman. Hozir do'stlar merga kirib olsin. Mana do'stlar merga ham kirib oldik. Ana endi sizlarga o'sha chaqmoqli nayzani, qaytib keladigan nayzani yasashni o'rgataman. Buning uchun men ko'rsatgan narsalarni oling. Birinchi bo'lib anvil, keyingisi albatta nayza. Keyin mana bu qidiruvga yozsangiz o'sha kitoblar chiqadi. Birinchisi loyalty deb yozsangiz chiqadi. 3'uni olish kerak. Loyalty 3. Keyingi kitob hop channeling. Mana shunday yozsangiz chiqadi. Mana o'zi chiqdi. Channeling. Qo'ydik. Ana endi keyingi kitob. Chidamliligini oshirish uchun Unbreaking yozilmadi. O'zimiz qidiramiz shekilli. Mayli, o'zimiz qidiraveramiz. O'zimiz qo'ldan qo'ymasin. Unbreaking qayerda edi? Yozsa chiqishi kerak edi, lekin chiqmadi. Looting efficiency mana. Xo'sh, Unbreaking 3 ni olasizlar. Keyingi kitob esa o'ta oson yoziladi. Mending. Bu qayta ta'mirlab olish uchun kerak. Darajadan ta'mirlaydi bu kitob. Hop, o'sha nayzani yasashni boshlaymiz. Anvilni qo'yamiz. Ichiga kiramiz va kitoblarni birin-ketinlik bilan joylashtiramiz. Va mana sizlarda chaqmoqli nayza tayyor. Hozir men buni ko'rsataman. Aslahalarni kiyib olsam zo'r bo'lardi.